Aziz obunachilar, mana shu chiqargan videomga kommentariya bosib, yozib, like bosib qo'yingizlar. Aziz obunachilar, mana shu chiqargan videomga iloji boricha kommentariya yozib, like bosingizlar, tarqalsin. Bu inson bolasi emas. Men buni haqorat qilayotganim yo'q. So'kayotganim yo'q. Qarg'ayman. O'tirsam ham qarg'ayman, tursam ham qarg'ayman. Bola chaqamga ham qarg'ataman buni. Bu ana shunday qarg'ishga loyiq odam bu. Qarg'ishga loyiq odam. Aytyapman-ku, mendan oldin buni kimlar nimalar qilmagan. Buni og'zini bog'lab igna bilan rasmni e'tibor berib qarasangiz, labida teshiklari bilinib turibdi. Buni ne ko'ylarga solgan bu? Bu shuni bilan ko'chada erkakman deb yuribdi bu. Buni erkaklik, zarracha erkaklik g'ururi yo'q bunda. Pul uchun bu kerak bo'lsa oilasini sotadigan odam bu. Bu shunchalik uxlash, shunchalik maraz bu. Buni bitta o'zi emas, bular oilaviy shunday ekan, men eshitdim uni. Oilaviy shunday ekan bular. Bu yana meni Qozibog'ni oldi, Qozibog'ga yolg'on gapirdi hozir. Rangi o'zgarmadi. O'la bitib. Rangi o'zgarmadi, yolg'on gapirayotgan gapiga rangi o'zgarmadi buni. Shunchalar qasamli bo'lasanmi? Shunchalar ham qasamli bo'lasanmi? Alloh Xudoga topshirdim seni. Alloh aytayapman-ki, shu onang o'lmasa, biring o'lib onang bag'riga bosib qichoqlab yig'lasin. Shitib qarg'aymiz biz oilamiz bilan. Shunchalar qarg'aymiz. Seni ertalab ham, kechga ham, abidda ham senga Xudo baribir ko'rsatadi. O'ylama. Sen mendan qutulishing mumkindir, lekin Allohdan qutula olmaysan. Meni bu gaplarimni Alloh eshitib o'tiribdi bola. Sen arzimagan pulga shunchalar gap eshitib, ko'chada yurmaygani o'lgin sen erkak bo'lmay. Bilasan, aska jo'rang aytib berganda ham yuzing qizarmovdi, seni qo'ling qaltirab bitib. Ashi qaltirab qo'shqa bitib, qo'ling qaltirovdi, to'g'ri gapni aytganimda. Aska aytuvdi. U kredit oltdag'ini kim olib kutib qolgan aka, meni inasini olib borib ketdi dedi. Sen uxlash vaqti qizarmovding sen. Sen chunki qosamisan, o'tdan mashina qosamisan sen. Bitib non yemay, bitib tiz yemay, bitib erkak bo'lmay o'lganganing yaxshidir seni. O'lganganing yaxshi. Sen bitib ko'chada yurma.